Garvardda o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Sirlaringni aytib ber, qanday qilib kirsa bo'lar? Mana 3-farzandim bo'lding sen Garvardga kirgan. Hurmatli prezident, assalomu alaykum avvalambor. Men ismim Azizbek. Garvard universitetiga yaqinda bakalavr bosqichi uchun $360,000 grant, ya'ni 100% grant asosida o'qishga qabul qilindim. Shaxsan men ham masalan, misolimni olsak, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida oddiy oilada tug'ilib, voyaga yetganman. Men maqsad qo'ydim oldimga, shu Garvard universitetiga kiraman. Keyin buni yonimdagilarga aytganimda aytishdi. San qayerda-yu, Oltiariq qayerda-yu, Garvard qayerda dedi. Aziz, men senga o'xshagan farzandlarimni ko'rsam, 3-renessans poydevori. U balandparvoz gaplar emas, 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Baribir Ulug'bek paydo bo'ladi. Ilm kashfiyot qilasizlar, Beruniy paydo bo'ladi, kashfiyot qilasizlar. Xorazmiy paydo bo'ladi. Bitta narsa kerak bizga, iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma niyatlarimiz amalga oshib, sizlar menga ko'makchi, yelkadosh va islohotlarni amalga oshiruvchi sizlar. Sog' bo'lgin balam.